Xo'p, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, YouTube'liklar, ham yurtlar, ham kasblar, aka-ukalar, bizni taniydigan va tanimaydigan hamyurtlarimiz. Mana navbatdagi asalarimizni inini ochib, video qilishlik jarayonini olib boryapmiz. Uncha bitta qo'ng'irlar ham uchib yuribdi, bittasini o'ldirib qo'ydik. Xo'p, xabaringlar bo'lsa, bu arilarimizni 10 kundan beri hali qaraganimiz yo'q. Ikkinchi marta asalini olganimizdan beri. Hozir bu arilarimizga bir ko'z kechiramiz, bir ko'z tashlab qo'yamiz. Va ahvolda nima holatda, ishlashi qanaqa va kanaga qarshi dori bergan edik. Kanaga qarshi doridan keyin bular ahvoli nima bo'ldi? Nima holatda bilmaymiz. Shunga bizni kuzatishda davom eting. Bu arilarimizni holidan xabar olib, uncha muammosi bo'lsa, bir kasalliklari bo'lsa harakat qilamiz. Kasalliklarini va muammosini yechishlikka. Endi to'g'ri, qo'limizdan ko'p narsa kelmasligi mumkin, lekin harakat qilamiz. Tajribamizdan kelib chiqib, uncha bilganlarimizni qo'llashlikka. Bu oilamiz juda ham bir jahldor oila. Shunga arilarimiz ichidagi eng jahldor oila mana shu bo'ladi. Shunga yaxshilab bemar tuzatib olmasam, meni chaq tashlashdan ham toymaydi bular. Endi boshladik bo'lmasa. Ham eng romkasi ko'p oila, ham juda ham bir quturgan oila. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 ko'paytirsak 16 17 ta romkaga yetibdi bu oilamiz. Birinchi marta asal olganimizda deyarli 15 tami 16 ta romka to'laydi asalga va hamma romkasini yana o'zlariga qo'shib qo'ydim. Buni olib qo'yish kerak edi aslida. Bu romkalarni endi olib tashlagan bo'lamiz, ortiqcha romkalarni. Qachonki bizdan romka so'rasa, shunda beramiz. Yozni mana shu iyul oylarida, o'rtalarida juda bir kuchayib ketdi deb o'ylamiz. Har 2 kunda romka qo'yayotgandim. Har 2 kunda. 2 ta romka ortiqcha berdi. 3-chi romka ham ortiqcha berdi. Hop, buni ozgina tuxumlari bor ekan. Uncha tuxumlari oshib chiqqan ekan. Hop, bu yerda tursin chiqani. Yerda gulchangi. Faqat gulchangiga qo'ygan ekan. Lekin asal yo'q bu yerda. Asal ham yo'q, ona ari tuxum ham qo'ymagan deyarli. Buni olib turaylik chiqani. Bular ekan. Mana bu romkamizda ham ozgina gulchangi bor ekan. Bu romkamizni ham olib tashlaymiz bu yoqqa. Endi arilarimiz bekordan bekor yuribdi-da bu yoqda. Romkani egallab, mana bu yoqda ham ozgina gulchangi. Ham kerak yo'q. Navbatdagi romkamiz. Xo'p. Arilarimizni badjahlligi hali ham o'sha. Ona arimiz bu yoqqa lichinka qo'ydimikan, qo'ymadimikan? Agar qo'ymagan bo'lsa, bu romkamizni ham chiqarib tashlaymiz. Bu ortiqcha romka turganligidan foyda yo'q-da, chiqarib tashlash kerak buni. Arilarimiz bekordan bekor ishlayapti hozir bu yerda.
Bizni xatoyimiz asal olganimizdan keyin bu arilarimizga bee'tiborlik qilib romkasini olib tashlashimiz kerakda, bee'tiborli bo'lib qoldik. Uncha g'ummay tortib tashlagan ekan, bu g'ummaylarini eski g'ummalar olib tashlash kerak buni. Menimcha ona ari juda ham ishlashi sust. Ular g'ummay tortib yuboribdi shunday. Agar ona ari sust ishlasa, bu arilar bilmayman, o'zidan g'ummay yasab darrov harakatga tushib qolishadi. G'ummay qoldiraman desam, bir chiroyli g'ummay solmaganda bular har qayerga kichkina solib tashlagan bir chiroyli ona ariga solinmagan. Balki narigi romlarimizda chiroyli g'ummaylar bordir. Agar chiroyli g'ummaylar qolgan bo'lsa, bir ikkitasini, uchtasini olib qo'yamiz zaxiraga. Mana ko'ringlar chiqani. Mana bu yerda gulchangimiz, ona arimiz ishlagan. Arilarimiz ishlayapti, uncha asal toshib qo'yibdi. Xo'p, kanasini ko'radigan bo'lsak, umid qilamiz bu arilarimizda deyarli kanasi yo'q. Deyarli deganim boyagiga o'xshab, o'tgan videoga o'xshab bitta ikkita kana ko'rinib qolsa, bu arilarimizda kana yo'q deya olmaymizda. Shuning uchun deyarli kana yo'q deb osongina qutulib qo'yyapmiz. Endi biz ham qolgan asalaricha hamkasblarimizga o'xshab harakat qildik, sababini qildik kanaga qarshi dori berishlikka. Endi natijasi Xudodan. Biz sababini qildik, harakatini qildik, endi natijasini Xudoga topshiramiz endi. Hali g'ummay solib tashlaganu juda bir g'ummaklari ham odamni xursand qiladigan g'ummak emasda. Bilsalaringiz uzunchoq qilib, chiroyli qilib g'ummay solib tashlashadi ona ari uchun. Bunaqa g'ummagi yo'q hozircha. Xo'p, bu romkamiz ham juda ham ortiqchalik qiladi. Bu romkamizni ham olib tashlaymiz. Keragi yo'q. Bo'shda na ichida asali bor, na urug'i bor, na gulchangi bor. Xo'p. Bu arilarimizni romkasi ham ozgina asali bor ekan, mayli qoldiramiz buni. Ortiqcha romka ortiqchalik qiladi arilarga. Shuning uchun iloji boricha romka so'ramasdan turib bularga romka bermagan yaxshiroq. Bu bekordan bekor ishlayapti-da hozir. Xo'p, ona arimiz tuxum qo'ymagan bu yoqqa. Bu romkamiz olib qo'ysak ham bo'laveradi. Hozir 17 ta romkadan 1 2 3 4 5 6 7 8 ta romkani chiqarib tashlayapmiz. Chunki avgustda deyarli yarimi bo'lib qoldi. Arilarimiz ham ancha sustlashib qolgan endi. Chunki 17 ta romkamizni ham 17 tadan 15 tamikan, 16 tamikan romkaga yaxshigina asal berdi bu arilarimiz. Zaxiraga baribir bitta ikkita romka olib qo'yganmiz baribir. Haligi ertaga havo qanaqa keladi bilmaymiz. Shunga hamma asalni olganimiz yo'q. Baribir zaxirada asal tursin deb bir ikkitamikan 3 ta romkasini zaxiraga olib qo'ygan edik. Keyingi asal olishimizda olib qo'ygan zaxiramizni ishlatib, yana o'rniga boshqa romka asal qoldirganmiz. Mana bunda ham asali bor, ham mana urug'i bor. Ona ari yaxshi ishlagan. Mana bu romkamiz ham yaxshi. Aniga to'la. Lekin ona ari ishlayapti-yu, g'ummak tortib tashlaganda mana yer o'zida 1 2 3 ta g'ummak.
3 ta, 4 ta. Bu tomonda 5, 6, 7 ta, 8 ta, 9 ta. 9 ta g'ummay tortaverganda bu tomonda. Lekin boya aytganimdek, g'ummaylar odamni xursand qiladigan darajada emas. Bu tomonni ko'ramiz. Mana shu romkaning o'zida 9 ta g'ummay bor. Shundan hozir harakat qilamiz bir 2 ta yaxshisini olib qolishlikka. Hozir ikkitasinikini yaxshi ko'rinib qoldi. Qolganini buzib tashlaymiz. 9 ta g'ummay ham soladimi ya? Lekin tuxum qo'ygan arilarimiz. Ona ari tuxum qo'ygan. Ishlashi yaxshi. Lekin nima sababdan g'ummay qo'ygan sababini bilmayapman. Agar sababini bilganlar bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Sababi mana shu deb. Chunki asalarichilik bo'yicha endi bu yil 2-yilim, tajribam kam. Shunga izohlarda yozib ketinglar. Bitta romkada hozir 9 ta g'ummay chiqdi. 9 tadan 2 tasi yaroqli desa bo'ladi. Qolgan 7 tasi yaroqsiz. Qolganini buzib tashladim. Hozir bittasini olib qoldim bundan. Bittasini olib qoldim, buni ham buzib tashlayman. Ona suti ham qo'yib qo'yishdi bu yoqqa. Va nihoyat oxirgi romkamizni olyapmiz mana. Bu romkamizda ona arimiz ishlab yaxshigina tuxum qo'yib tashlagan. Hidi ham yaxshi arilarimizni haligi bolalarga bilsalaringiz kasal tushib hidlanib qoladi. Unaqa narsa yo'q. Va g'ummaklarini tomosha qilamiz. Bu romkamizda g'ummak yo'q. Arilarimiz yaxshi holatda. Ishlashi ham, harakati ham yaxshi. Romkasi ko'payib ketganiga bular tarqov bo'lib ish jarayoni sal sustlashib qolganmi deyman. Xo'p, hozir qaytarib qo'yamiz joyiga romkalarni, arilar ehtiyot qilgan holatda. Xo'p, bizni kuzatuvchilar, bizni quruqdan quruq kuzatmasdan bizlarga obuna bo'lib, like bosib, mana shu kanalimizni keng rivojlanishiga, obunachilarimizni ko'payishiga va mana shu kanalimizdan daromad olishimizga yordam beraversalaringiz, bizni halol peshona terimiz halollab topayotgan pulimizga sizlar ham sherik bo'lib qolarlaringiz va bu topayotgan daromadimizdan sizlarning nomlaringizdan yaxshi insonlarga, qiynalgan insonlarga hadya o'laroq mana shu hadyalarimiz obunachilarimiz nomidan deb, to'g'ri 800 dan oshiqcha obunachimiz bo'lsa, ularni hammasini tanimaymiz. Lekin biz tanimaganimizdan Xudoyim ko'rib turibdi. Sizlarning nomlaringizdan Xudo xolasa mana shu daromadga tushsak, YouTubedan daromad olishni boshlasak, Xudo xolasa harakat qilamiz. Sizlarning nomlaringizdan yetimlar bormi, qiynalgan oilalar bormi, shu insonlarga hadya ulashlikka, sizlarning nomlaringizdan shu insonlarni yuzlariga bir xursandchilik olib kiramiz. Shunga bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning kanalimizni yurishiga sababchi bo'lib qolinglar. Mana shu videolarimizni keng tarqalib, garchi qo'yayotgan videolarimiz original sof bo'lmasa ham keng tarqalishiga yordam beringlar. Ko'pchilik bilan bo'ladigan ish ham barakali bo'ladi, ham omadli bo'ladi. Shunga bizga befarq bo'lmasdan mana shu videolarimizni ko'rib, bizga hozir YouTube shart qo'ygan. YouTube qo'ygan shartni bajarishimiz kerak. Sizlardan shu bizga bo'ladigan yordamlaringiz YouTubega qo'yayotgan videolarimizni garchi sizlarga yoqmasa ham ko'rib berishlar kerak-da, ko'rib berishlar kerak. 4000 soat videolarimizni ko'rishlikka bizga YouTube vazifa bergan va short videolarimiz 10 million marta ko'rilishlikka shart berganda 1000 ta obunachi yig'ishim kerak va 10,000 soat, 4,000 soat videolarimiz ko'rilishi kerak. Short videolarimiz
10 million marta ko'rilishi kerak. Shu bilan ikkinchi vazifani ham bajarib bo'lgan bo'lamiz va YouTube'imizni bizga bo'ladigan menimcha aytishga ham hayronman. Ular bizga shu shart bergandan keyin ular menimcha hisobot ochilsa kerak deb o'ylayman. Hali bu darajaga yetmaganligim uchun oldindan nima bo'lishini bilmayapman. Xullas shu shartlarni bajarganimizdan keyin YouTube bizlarga yana bir imkoniyat berarmikan, xullas bir takliflar berarmikan, uni bilmayman. Xullas mana shu YouTube bizga ajratgan shartlarni bajarsak, xudo xolasa, balki daromadga kirib qolarmiz. Balki bir foydaga kirib qolarmiz. Shunga biz harakat qilyapmiz. Har kuni deyarli YouTube kanaliga video qo'yishlikka. Ham asalarichilikdan daromad qilaylik, ham mana YouTube bizlarga nima deydi, ish o'laroq vazifa bergan. Mana shu vazifalarni bajarsak, xudo xolasa, sizlar yordamlaringiz bilan mana shu YouTube'da ham harakat qilamiz daromad qilishlikka. Harakat qilamiz foydali videolar olishlikka va uncha tushunmagan narsalarimizni yaxshi mutaxassis asalaricha ustozlarimizdan o'rganib bir-birimizga yordam beramiz-da. Xullas, mana navbatdagi har uyamizni ham ochib bo'ldik, ko'rib bo'ldik. Holati yaxshi. Kun ham isib qoldi hozir. Bizni kuzatishda davom etinglar. Uncha gaplarimizda xato gapirgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Biz mana kichkinagina joyda asalarichilik bilan shug'ullanamiz. Bizning maqsadimiz asalarilarimizni yana ham kengaytirishlik va YouTube'dagi kanalimizni yana ham obunachilarning ko'payib, YouTube'dagi kanalimiz yana ham olg'a bosib rivojlanib ketsa, juda ham xursand bo'lardik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga katta rahmat deymiz. Rahmat hammaga.